Menga bir kun qo'ng'iroq bo'ldi. Kechqurun shu bir maktab o'qituvchisidan qo'ng'iroq bo'ldi. O'g'illari shu 7 IELTS olib 9-sinfda IELTS kompensatsiya pulini, ya'ni 2 million so'mdan ko'proq pulni qaytarib olgan va bola uyga kelganda onajon, otajon, mana men sizlarni menga tikkan sarmoyalarni qaytardim. Mani kartamga davlatimiz rahbaridan xat keldi. 2 million 200 ming so'm mana shu IELTS dan 7 olganingiz uchun qaytarib beramiz degan narsa. U oilani ko'zidagi quvonch, xursandchiligini tasavvur qilmaydi. 2021-yilda IELTS olgan yoshlarning soni bor yo'g'i 10 ming bo'lgan, 5+ olgan ballar. 2024-yil oxiri bo'yicha 50 mingdan ko'proq yoshlar IELTS 5+ olgan. E'tibor bersanglar, birinchi o'rinda eng tepada chap burchakda IELTS yozib o'tiribdi. Jami 4 yil ichida 38550 nafar yoshlar 84 milliard so'mlik kompensatsiya pulini qaytarib olgan IELTSdan. Bor yo'g'i IELTS imtihonining o'zidan. Ya'ni 20 mingdan ko'proq yoshlarga kompensatsiya xarajati to'plab beriladi va jami bu narsa hozir 101 milliard so'm bo'ldi.